Assalomu alaykum sevgili savatdoshlar. Atlan qurg'uvchi o'quvchilik salohiyatiga erishib bo'lgandan keyin, ya'ni tizimli bo'lgandan keyin g'alabalik oldi. Keyingi qitim Atlanning to'rbitiga kirgan vaqtda, ya'ni Atlan Chiket Academy kirgandan keyin qayta kirish deganni bossaqli bo'ldi. Ham qayta kirishni bosganda, esinglar bo'lsin, tizimlatgan vaqtda sizlar o'zinglarning bir el-xat, ya'ni email adresinglarni ishlatgan. Şu el-xatni, undan keyin shu tizimlatgan vaqtda qo'llangan maxfiy nomerni ishlatib login, ya'ni kirish deganni bosgandan keyin, agar kirib bo'lgandan keyin save password degani chiqib qolsa, agar maxfiy nomeringizni saqlab olsangiz, kompyuteringizda, o'zingizdan chiqayotgan kompyuteringizda doim chiqsangiz, tabiiyla maxfiy nomerni qayta kirgizishingizning hojati yo'q. Agar yo'q saqlamayman degan bo'lsangiz, ya'ni har qitim kirgan vaqtda qayta saqlashingiz to'g'ri keldi. Endi bu yerda kirganda, masalan, xat sandiqim, o'rganish natijam chiqib ketdim deb bir gap bo'ldi. Men deganda bundoq akasanglar mouseni. Endi chiqib ketdim deganni bossak, darsxonadan chiqib qolamiz. Ya'ni qaytadan el-xat adresi va maxfiy nomerni kirgizishga to'g'ri keldi. Endi Atlan jamiyati degan nima deganda, har xil shu o'rganish jarayonida savollaringlar yoki fikrlaringlar bo'lsa, bu yerga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Endi kurslar deganni bossak, bu yerga kurslar chiqadi. Endi biz o'quvchilik turimiz bo'yicha qurg'uvchi o'quvchi. Shuning uchun ayrim kurslarni besib kirmaymiz. Chunki ularni biz ularga tizimlatmagan, biz qurg'uvchi o'quvchilik tizimlatgan. Shunga qurg'uvchi o'quvchi deganni topgan ekan, men continue, davomlashtiraman deganni bossak, qurg'uvchi o'quvchining darsxonasiga kira olamiz. Endi ayrim bir darsxona dars kirmasa, keyni qaytishni besib, masalan, hozir qarasak 13 xil kurslar bor ekan. Masalan, agar yangidan ingliz tilini o'rgatgan bo'lsak, Atlan ingliz tili, ya'ni ingliz tili boshlang'ich saviya kursi deganni bossak, bu darsxonaga kiramiz. Bu darsxonaga kirganda birinchisi, masalan, darslikda o'tilgan kitobning PDF nusxasi bor. Bu PDF nusxasini o'ng tarafdagi tushirib olishni besib, ko'k chiqqan xatni bossanglar kompyuteringizga, kitobningki PDF shakli nusxasi tushadi. Endi hozir o'tilib bo'lgan darslar qaysi deganda, masalan, Atlan ingliz tili birinchi qism, birinchi bob deganni bossak, bir qism o'tilib bo'lgan darslar chiqadi. Masalan, filmlik darslar qandaq, masalan, endi PDF shakllik, ovozlik degandek. Shunga masalan, birinchi ovozlik darsni ko'rib boqay deb qarasak, masalan, mana naq maydonda so'zlagan darslar chiqadi-da, qarasanglar. Endi bu Atlan ingliz tili, masalan, birinchi qism kitobining bu naq maydonda o'tilib bo'lgan dars. Buni qayta xohlagan vaqtda ko'ra olasizlar. Endi undan boshqa ham shu sistemalik holda, masalan, birinchi darsdan tortib o'rganaman deb mansanglar, masalan, birinchi darsning hamma mazmuni berilgan. Yana da ovozliq mashq xotirasi, undan to'liq shu darsningki shu naq maydonda o'tgan yozma xotirasi qatorliqlarni tushirib olasizlar. Endi ikkinchi bob deganga qarasak, ikkinchi bobmi naq maydon o'tilib bo'lgan 5 dars bor ekan, filmlik. Buni bossak, shu filmlik darsga kira olamiz boshlandi. Okay, ladies and gentlemen. Mana hozir endi 3-bobni endi o'tyapmiz. Hozir shu filmni men ilayotgan vaqtda bir dars o'tdik. Masalan, 3-oyning 3-kuni naq maydon darsi deydi. Ya'ni naq maydon darsi ulanmasa deganga qaraymiz. 3-oyning 3-kuni, ya'ni 3 March degan 3-oyning 3. Saat 11-dan 12gacha o'tirganman. Ya'ni mening turayotgan Amerikadagi vaqtim 11-dan 12ga to'g'ri keldi. Agar siz qaysi davlatda bu o'zingizning darsxonangizni açsangiz, vaqt shu davlatning, ya'ni siz turayotgan shaharning vaqtiga o'zgaradi. Balkim bu dars siz turayotgan, agar siz Istanbulda bo'lsangiz, 7dan soat 7dan 8gacha deb chiqishi mumkin. Endi bu 3-oyning 3-kuni, ya'ni dushanba kuni o'tiladigan dars bu
3 ayının 3. gündeki derskende mesela 3 ayının 2. günü degan bo'lsam masalan dushanba kuni 3 ayning 3 kuni deganimiz seshanba. Amma yerda the live lesson is not ready yet, please wait for the host to start this session. Bir inglizcha gap hamda men hozir inglizcha o'qidim. Ya'ni naq maydon darsi boshlanmadi, o'qituvchining naq maydon darsini boshlanishini saqlang deydi. Agar dars masalan sizmi menga o'xshash bir yerda yashayotgan bo'lsangiz 11 dan o'sh kechirgan bo'lsa, siz 11 ga bir qancha minut qolganda bu ya'ni açsanız ko'pincha vaqtlarda men shu 1-2 minut qolganda yoki dal vaqtida amal bor. Shu vaqtda darsni boshlayman. Boshlagan vaqtda meyada ko'k bir konib ko'rindi. Ya'ni join deb, qatnashing deb. Uni bossangiz siz naq maydon darsiga kira olasiz. Ya'ni uni bosgandan keyin menga uchur keldi, men darsni boshlab bo'lgan vaqtimda. Palanchi o'quvchimiz kirishni xohlaydi deb men kirgizsam, shundan siz darsxonaga kira olasiz. Bu naq maydon. Naq maydonda bu darsni anglaysiz. Anglab bo'lgandan keyin bir qancha soatlarda u filmlik nusxasi mana bundaq naq maydon darsining filmlik ularni qanday joyda ishlatadiganimizni o'rgangan bo'ldik. Bundaq Ya'ni shuna qilib ikki naq maydon darsini siz xohlagan vaqtda ya'ni filmini xohlagan vaqtda anglab, qayta ko'rib, astoydil o'rgana olasiz. Endi masalan yana boshqa darslarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, masalan Ravan ingliz til so'zlash degan darsninki, ya'ni Amerika oila albomining darslariga qatnashaman desangiz, buningmi butunlay so'zlangan hozir masalan biz 5-chi qismga keldik. 26 qismlik, ya'ni 26 ko'rinishlik televiziya, teatr filmini asos qilib ingliz tilini ravan so'zlashni uydirgan dars ekan. Buningdimi siz xohlagan o'tilib bo'lgan darslarni xohlagan vaqtda o'rgana olasiz. Undan boshqa yana naq maydon qatnashman desangiz, masalan 3-ayning 2-kuni soat 9:20 dan 10:20gacha o'tildi debdi. Demak, dushanba kuni naq maydon dars boshlangan vaqtda meyadagi boshlanganda xat ko'k ranglik konubka o'zgaradi. O konubkani siz bossangiz darsxonaga kira olasiz. Masalan yoki 3-ayning 3-kuni degandek. Undan boshqa 6-bo'limga kelganda masalan 3-ayning 4-kuni, 3-ayning 5-kuni, ondan 3-ayning 9-kuni degan darslar shunday davomlashib mengayverdi naq maydon darslar. Endi bir qancha qitim bu darsxonalarga naq maydon darslariga kirib, darsxonalarda astoydil o'rganib qilgandan keyin siz bu Atlan darsxonasini rohatlik ishlatadigan holatga ketasiz. Endi yana bir tavsiya qildim, Atlan Akademiyasi tor darsxonasi uchurlari degan ma kategoriyaga kirib, barliq ya'ni Atlan Akademiyasiga xos tizimlash tartibi, o'quvchilar telefonda Atlan Akademiyasi qanday kirdi, kompyuterda Atlan Akademiyasi qanday kirdi degan bir qator uchurlarni siz ko'rib chiqsangiz, bu Atlan Akademiyasining tor darsxonasini rohatlik darsxonasiga qatnashib, rohatlik bir o'rganish qilishniki barliq bosqichlarini yaxshi tushunib ketasiz. Bu bir muhim. Endi 50 ingliz tilini qanday o'rganamiz degan temirik 50 leksiya deganmi? Hozir 5-6 leksiyani naq maydon so'zlab bo'ldim. Masalan, ingliz tili so'zlarini qanday o'rganamiz, ingliz tili grammatikasini qanday sistemalik o'rganish qanday bo'ldi, lug'atni ishlatishning ahamiyati va qanday ishlatamiz til ingliz tili o'rganganda. Ya'ni kino ko'rish orqali til o'rganishningki usuli va ahamiyati qatorliq to'g'risida so'zlagan leksiyalarni naq maydon leksiyalarining filmlarini xohlagan vaqt ko'ra olasizlar. Endi keyingi leksiyalarmi o'shaga naq maydon so'zlanadigan vaqti chiqarildi. Shuningga yana qatnasha olasizlar demoqchi. Shuningga qadrli savoldoshlar, shu Atlan Akademiyasi tor darsxonasi uchurlari degan mushu uchurlarga kirib ko'rib chiqish kerak. Bu menimcha sizlarga foydali demoqchi. Ya'ni kelar qitimliq filmni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.